Hop, bu videoni ko'rayotganlar mabodo YouTube'da tushunmasalaring, Instagramga o'tsalaring, Instagramda qism-qism qilib qo'yaman, ko'rib tushunib olasizlar. Instagram profilim ham Qo'shtepalik bola, YouTube'da kanalimni shapkasiga qo'yib qo'yaman, linkini o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Hop, bu yo'l shunaqangi tepadan pastga kelgan yo'l ekanki, mashinada o'zini xalas yo'q holatida, o'ch holatda 7 kilometrgacha benzinga yurmagan mashinam, gazi tugab qolgan bo'lgan. 7 kilometrgacha mashina o'z holatda kelgan. Bu videoda chiqarishdan maqsad Instagramga qo'yganimdan keyin ko'plab muhokamaga sabab bo'ldi-da. Nima? Yolg'on gapirmang, aldamen, tudim, hali Xudoni o'tga qo'shib gapiryapsiz, yolg'on gapirish qo'rqmaysizmi? deb gaplar bo'lgan. Xudo mehribon zot, mana o'zi oson yo'lga yo'llab qo'ydi. Birovga yalinmadim, birovga telefon qilmadim, usta chaqirmadim. O'zim mashina xalasi holatda kelib, ustaxonagacha, zapravkagacha bordim. Zapravka o'sha 7 kilometr masofada ekan. 7 kilometrgacha mashinani itarmasdan, netmasdan borib oldim. Borgandan keyin zapravkani oldida to'g'ri, zapravkani oldida ichcha podyomli ekan. O'sha yerda mashinam to'xtab qoldi. Ag'iga tarab olib kirdim, gazni qo'yib keyin ketdim. Allohga shukr. Mashina hali ham ketyapti, o'ch holatda. Gazdan yog'mas, xalastoy. Ya'ni rolingiz qulfam qolmasin, bu deganlar. Yo'q, rolim to'g'ri yo'lligi uchun ishlatganim yo'q, qulflangan, to'g'ri ketyapti. Kalit mana turibdi. Bitta kalitni ochaymi? 30 ketyapti ekan mashina tezligi. Hozir Navbahor degan joydan Yayilma degan joyga o'taman. U yerda stop znak bor. Ash yerda ham shuni mashinani to'xtamasdan etmasdan o'tkazib burilib o'tib ketganman. Baxtimga bu tomon, chap tomondan mashina kelmadi. O'zim shuni burilib o'tib olaverdim. Bag'i qishloq boshlanadi. Tepada gideta 1-2 kilometrda odam yashamasa kerak, bog'lar. Bu yerda rishtonliklar yaxshi bilsa kerak betlarni. Bekka men dastavka xizmati bilan kelaman. Mana stop znak. Mashinamiz yo'q ekan. Mana yana burilib oldik. Ham mana ketyapmiz endi.